Assalomu alaykum. Ismim Sherboyev Abdulazizbek. 2019-yil 1-rus maktabda o'qishni bitirib, keyin so'ng o'qishimni bakalavrda Shahar universitetida davom etganman. O'zi eskidan niyatim qolib ketgan, magistr darajasini chet elda o'qishda. Shuning uchun o'ylaganman, ma'qul bo'lgan davlat yo'nalishida tanlab o'qishimni davom etish. Aslida magistraturaga kirganman o'qishga. Birinchi marta jiddiy o'rganishni 9-sinflarda boshlaganman. Unda ingliz tilida unchalik qiziqish ham va kerak talab ham yo'q edi o'rganishga. Sekin-sekin boshida o'rganganman. O'zi EDC degan taraqqiyot degan o'qish sentr bor Andijonda. O'sha yerdan boshlaganman grammatikani. Pre-intermediate yo'nalishidan boshlaganman, keyin sekin-sekin ko'tarilganman. Taxminan 1,5 yil u yerda o'qiganman. 11-sinflarda esa u yerda bitirib, keyin so'ng IELTS testini topshirganman. U davrda oltin olganman. Endi o'qish uchun London tanlaganim asosiy sabablardan biri bu yerda ko'pgina universitetlar joylashgan va umuman ta'lim tizimi Buyuk Britaniyada yaxshi rivojlangan. Va undan tashqari, o'qishdan tashqari albatta London juda qiziqarli shahar. Bu yerda o'qishdan tashqari bosh vaqtingizga ancha-muncha boradigan joylar bor va qadimiy binolar bor. Buyuk Britaniyasiga taalluqli. Birinchi marta Buyuk Britaniyaga kelish fikri o'zi tanishimiz chaqirganda paydo bo'lgan. U 2-kursda o'qigan davrlarda edi, 2021-yillarda. O'zi shunda student exchange program qilib Londonga kelayotgan degandim, lekin afsuski Covid va boshqa muammolar boshlanib, u davrda kela olmaganman. Keyin hal qilganmiz ota-onam bilan. Bakalavrda esa yaxshi darajada tugatib olay. O'zbekistonda keyin magistraturani o'qishim bo'ladi. Ota-onamga Londonga borish fikrim haqida aytganimda albatta shubhalar bo'lgan ota-onam tomonidan, chunki bu yerda avvalambor o'qishga kirish oson emas. Moliyaviy tarafdan ham bir-ikkita savollar bo'lardi u davrlarda. Endi sekin-sekin harakat qilib tayyorlanib, bu yoqqa baribir niyatim oxirigacha borishga harakat qilganman. O'qishga kirganimdan keyin ota-onam xursand bo'lgan va omad tilashgan. Birinchi marta Casletter kelganda ularga ko'rsatganman. Ancha ular uchun kutilmagan holat bo'lgan, chunki baribir endi harakat qilasiz, lekin aniq bilmaysiz. Londondagi tayyorgarliklarga o'qishga kirish oson emas. Protsess ba'zida murakkab bo'ladi. Ular ham endi aytgan, o'shasa o'shadi, o'shamasa o'shamadi, lekin o'shaganida ancha xursand bo'lib, hayron bo'lishgan. Qishda bo'lgan bu tarzlar, keyin nishonlash uchun restoranga borganmiz. Buyuk Britaniyada meni asosan odamlar hayron qoldirdi, chunki bu yerda kultura, adabiyot, har doim nima desam mumkin, odamga hurmat, ruxsat so'rash, bularda aksariyati umuman biznikidan boshqacha. Keyin undan tashqari bu yerdagi diversity, ya'ni har xil kulturalar, har xil millatlar va ularga yaratilgan sharoitlar meni hayron qilgan. Chunki bu yerda ham xristian, ham musulmonlar, ham boshqalarga sharoit yaratgan 10 narsa bo'ladi bu yerga. O'qishdan tashqari Londonga kelganimda ish izlanishni boshlaganman, chunki baribir magistr sohasida o'qisangiz, ayniqsa Ro'yxatda sharoit yaratadi. O'qishdan tashqari boshqa o'zingiz bo'sh vaqtingiz bo'lganda, bu yerda ish topib, experience'ingizni oshirib, ancha-muncha narsa o'rganmoqchi bo'ladi. Meni tanishlar tavsiya qilishgan PMR degan real estate agency bor. Ular asosan hospitality industryda ish topib beradi. Men u yerda concierge receptionist ishiga kirib olganman. Uni studentlar uchun qulay tomonlari qanaqa? U sizni har xil, faqat bitta emas, har xil mehmonxonaga jo'natishi mumkin va u flexible, ya'ni siz o'zga ma'qul vaqtda tanlashingiz mumkin. U har kun sizga aloqaga chiqadi. Agar u kunda sizning vaqtingiz bo'lsa, siz ularga aloqaga chiqib, men tayyorman deb kichkina treningdan o'tib ishlashingiz mumkin. Asosan 11,5 funt bu o'zi minimal. Yani qonun bo'yicha, lekin asosan hospitality, ya'ni mehmonxonaga taalluqli ishlarda ko'proq to'laydi. 12 dan 13 funtgacha soatiga. Bir kunda masalan 12 soat ishlasangiz, 12 funtdan deylik, unaqada 144 funt topsa bo'ladi. Ko'pgina. Ba'zida part time bo'lsa 6 soatga mos kelib bo'ladi. Unaqada 72 funt bo'ladi. Bu yerda albatta studentlarga cheklov bor. 40 soat afsuski ishlamaysiz ofitsial ishlarda, endi har qalay. Qo'shimcha nimadir qilishingiz mumkin, lekin u neofitsial bo'ladi, ya'ni ochiqcha emas. Endi menimcha bu farqni nafaqat Buyuk Britaniya, menimcha umumiy hamma chet eldagi talabalarimizga aytsa bo'ladi. Endi bu yerdagi talabalar
ish, o'qish va boshqa hayotdagi ishlarini balansda ushlashga ko'proq menimcha harakat qilsa kerak, chunki O'zbekistonda albatta u yerda ham ishlab, ham kontraktini to'lagan studentlar bor, lekin asosan u yerda odatda to'lanib bo'lgan yoki kredit olingan holatda o'qiysiz. Bu yerda esa ham ishda, ham o'qishda moslab balans qurishga o'rganasiz menimcha. Bu yerda menimcha responsibility ko'proq bo'lsa kerak, chunki baribir siz katta qadam qo'ygansiz. Bu yerda albatta o'qish sal murakkabroq bo'ladi. Yukin Consulting'da menga dadam tanish tavsiya qilgan. Men ko'pgina konsaltinglar surishtirganman, lekin asosan menga Yukin Consulting xizmat sifatlarini tavsiya qilishgani uchun mana shu konsaltingni tanlaganman. O'qish jarayonida Londonda masalan universitetga kelayotganingizda har xil dokumentlar so'raydi. Topshirayotgan davrimda menga tavsiya va qo'llab-quvvatlashgan. Yukin Consulting'da har xil masalan baho, insho va boshqa dokumentlar to'ldirishga hamroh qilishgan. Asosan o'qishdan keyin dokument topshirib bo'lgandan keyin kutganman. Taxminan 3 haftada cover letter kelgan. Keyin undan keyin viza harakatlarini boshlaganman. Yo'q, afsuslanmayapman. Shuncha harakatlardan keyin afsuslanish menimcha g'alati bo'lsa kerak. Sharoit bor, ish bor, o'qish ketyapti. O'qishdanmi yaxshi. Keyin kelajakda yana yangiliklar bo'ladi. Afsuslanmayapman chunki baribir nima desam mumkin, Buyuk Britaniyaga kelsangiz, bu yerda qolmasingizdan qat'iy nazar, siz o'zga yo'l, sharoit yaratasiz. Kelajakda qadamni qilasiz. Masalan, O'zbekistonda qaytsangiz ham, u yerda уже boshqacha bo'ladi. Sizga hurmat oshadi. U yerda ish va yo'nalishda sizda yo'llar ko'payadi. Shuning uchun baribir bu ishlarning hammasini foydasi bor kelajagingiz uchun. Endi O'zbekiston asosan kultura, muhit va qarindoshlarni sog'inaman. Albatta, bu yer ham boshqa dunyo, lekin ba'zida siz o'sgan muhitingizni, o'sgan joylaringiz va albatta avvalambor qarindoshlaringizni sog'inasiz. Endi o'zi universitetda har xil qo'shimcha mashg'ulotlar bor. Asosan klublarga bo'linadi. Qiziqishga qarab, siz qiziqishingizga qarab qanaqadir klubga a'zo bo'lishingiz mumkin. Balki u sport bo'lishi mumkin, balki bu kitob o'qish bo'lishi mumkin, balki bu kompyuter klub bo'lishi mumkin. Men asosan shaxsan kompyuter klubiga a'zo bo'lganman. Nimaga desangiz, men bu yerda sekin-sekin ham o'qish masalasi ketayotganda kompyuter skillni rivojlantirish uchun, Microsoft Office'ni yana chuqurroq o'rganish uchun, bu yerda sharoit yaratilganligi uchun shunga a'zo bo'lganman. Self development degan programmasi bor. Asosiy fanlaringizdan tashqari shu bilan shug'ullanganman. U yerda corporate environment, ya'ni professional environmentda o'zingizni qanday tutishingiz, asosan o'qishdan keyin hayotga sizni tayyorlaydi va Microsoft Office u yerda sizga o'rgatadi. Va undan tashqari Employability Week bor, unda ham qatnashganman. U asosan internship va bu yerda ish topish qiziqqan studentlar uchun o'ta foydali, chunki u yerda qanaqadir sferada mutaxassislarni chaqirib, ular bilan prezentatsiya bo'ladi. Keyin intervyu ham o'tkazadi. Agar o'xshab qolsa, keyin o'qishdan keyin tanishlar orttirib, ish topish osonroq bo'ladi sizga. Roehamptonda yaxshi tomonlari o'zi mana shu menga yoqqan, ular ish topishda ham qo'l-quvvatlaydi studentlar. Buyuk Britaniyada sharoitlar va talabalarga ko'pgina yo'llar bor. Bu yerda kelish arziydi, lekin albatta kelishdan oldin ko'pgina narsa o'ylab olishingiz kerak. Moliyaviy tarzdan, tildan tayyorlanishingiz kerak. Ya'ni siz bu yerdan kelishdan oldin qancha ingliz tilini o'rgansangiz, shuncha yaxshi, shuncha hayotingiz bu yerda osonroq bo'ladi. O'zi minimal bu yerda 6,5 IELTS masalasida, ya'ni B2, lekin undan balandroq bo'lsa, sizga ancha osonroq bo'ladi bu yerda ish topish. Moliyaviy taraflar va undan tashqari o'qishingizni o'rganishingiz kerak va tanishlardan so'rashingiz kerak. Asosan bu yerda talabalar nima bilan shug'ullanadi? Ya'ni o'zi talabalarga mos ishlar bo'ladi. Bu yerda o'qishga xalal bermaydigan ishlar. Ashlarni surishtirib bu yoqqa kelsangiz, keyin bu yoqqa kelib ishni istab, ma'lumotni istab vaqtingizni yo'qotmaysiz. Chunki bu yerda vaqt qadri baland. Tayyor bo'lib kelsangiz yaxshiroq bo'ladi. O'qish tanlayotganimda har xil faktorlarni o'rganib, asosan Roehamptonda tanlagan sabablari men yo'nalishimga mos kelib qolgan. Tadbirkorlik maktabi o'ta qadimiy bo'ladi. 1800-yillarda o'zi tashkil etilgan. Meni soham o'zi bu yerda rivojlangan ekan. Va undan tashqari universitetdagi sharoitlar, narx va sifat masalasi menga ma'qul bo'lganligi uchun Roehamptonni tanlaganman.
Endi asosan bo'sh vaqtimda shu tanishlar bilan, oshnalar bilan aylanishga, Londonga ketishga, har xil joylarda, masalan, National Maritime Museum, London Bridge yoki boshqa joylarda ko'rishga harakat qilaman. Ba'zida gruppadoshlar bilan vaqti kelib qolsa, ba'zida shu men turayotgan joyda boshqa o'zbek tanishlar bor, u bolalar bilan vaqt topib qolsa, asosan sayohat bilan shug'ullanaman. Endi avvalambor ota-onam nimani mendan xohlaydi? Ular meni hayotda qanaqadir yo'limni topishimni, nimadirga erishishimni xohlaydi. Albatta ular o'qishga ham katta e'tibor bergan. Har doim o'qishda intil, yaxshi baholar olib, yaxshi mutaxassislikka egallab, yo'lingni top deb har doim menga maslahat berishgan. Shuning uchun bu yerda asosan o'rnashib olsam, yaxshi joy, o'zimni yo'limni topib olsam, menimcha shundan ancha faxrlanadi ular. Shunday qilib ularni xursand qilishga harakat qilaman, xudo xohlasa. Voqea bilmayman, qiziq kunda aytib berishim mumkin. Gruppadoshlar bilan boshida bu fevrallarda edi, oxirroqda. Gruppadoshlar bilan National Maritime Museum degan muzey bor, Greenwich tomonda. Buyuk Britaniya asosan kema qurilish va kema rivojlanishiga qiziqqan edim, chunki o'zining davrida eng rivojlangan sohalardan biri bo'lgan. Buyuk Britaniya kemalari eng zo'r kemalardan sanalgan. U tarixiga qiziqqanimdan gruppadoshlar bilan u yerga borganmiz va u yerda qadimiy kemalar tarixini o'rganib, muzeydan turda o'tkazganmiz. Har xil davlat, har xil kulturadan studentlar bor. Shuning uchun albatta ular har xil sharoitlar yaratgan. Albatta musulmonlar uchun sharoitlar ham bor. Namoz o'qishga xonalar bor, xoli ovqati ham bor. Gruppadoshlarda endi asosan musulmonlar Pokiston, Bangladesh, ba'zida Hindiston taraflaridan kelasdi. Bu ham bitta gruppadoshim bor edi, Yaren, u turkiyalik qiz edi. Xullas, har xil millatlardan musulmonlar bor. Bemalol bu yerda sharoit yaratilgan. Darsdan keyin namoz o'qisangiz bo'ladi. Ba'zida dars namozga mos kelib qolsa, ular uni tushunishadi. Dars odatda leksiya 2 soat bo'ladi, vaqtincha qo'yib yuboraveradi. Endi asosan O'zbekistonda ta'lim tizim davlat standarti bo'yicha asosan bir xil bo'ladi. Bu yerda esa har xil. Har bir universitetda o'zining ekosistemasi bo'lishi mumkin, o'zining talablari bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda xil ko'pligi menga asosan e'tibor berganman va bu yerda yana AQSh va umumiy Buyuk Britaniyaga o'xshaydigan davlatlarda studentga moslanadigan sistema bo'ladi. Ya'ni shunaqa fanlar bo'ladi, sizni yo'nalishingizga taalluqli. Siz uni o'qishingiz majbursiz, lekin qo'shimcha fanlar bo'ladi. U ham sizni yo'nalishingizga taalluqli, lekin siz unda tanlash huquqingiz bor. Ya'ni bu yerda o'qish sizga moslanadi. Sizni masalan kelajakda bu sohada mana bu yo'nalishda ishlamoqchiman desangiz, shunga qarab moslab berishi menga yoqqan bu yerda shaxsan. O'zbekistonda bitta tanlaysiz yo'nalishda keyin bir xil ketaveradi. Boshqa o'zgarishlar bo'lmaydi bu yerda. Afsuski. Bu yerda umuman qolib ketish hozircha unaqa rejasi yo'q. Lekin albatta men bu yerda o'qish bitirganimdan keyin hech bo'lmasa 2-3 yil bu yerda ishlab, tajribamni orttirib, keyin qaytish niyat bor. Chunki menimcha o'qishni bitirib, srazu qaytarsam, chet elda o'qishdan ham ma'no qolmaydi. Chunki nimaga chet elda o'qiyapmiz? Bu yerdagi ishni o'rganish uchun, bu yerda tajriba oshirish uchun. 2-3 yil bu yerda o'rganib, keyin ko'ramiz. Qolganini menimcha vaqt ko'rsatsa kerak. Bu yerda har xil imkoniyatlar bor. Avvalambor ularda o'z ekosistemasi bor. O'qish masalasida Moodle degan ekosistemasi bor. Bu yerda hamma savollaringizga javob beradi va asosan hamma yoqda from scratch, ya'ni noldan o'rgatadi sizga. O'zbekistonda chet el universitetida umuman o'qimagan odamga boshida qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu yerda sharoit yaratilgan. Help center bor, student support bor, study support bor. Ya'ni har xil tomonlarda sizni qo'l-quvvatlaydi o'qilash. Hatto ham bu yerda psixolog bor. Agar masalan qanaqadir muammo bo'lsa yoki yordam kerak bo'lsa yoki davlatingiz olgan bo'lsangiz, hatto ham u masalada murojaat qilsa bo'ladi. Shu narsaga ta'min berganman bu yerda. Yana qo'shimcha farqlar nima desam mumkin? Bu yerda har xil millatlar bor. Gruppadoshlar masalan Alex degan gruppadoshim bor. U gretsiyalik, Artur degan avstriyalik. Ular hammasi endi shu bizdek tarzda bu yoqqa kelib o'qish bilan ishini moslab, bu yerda yangi hayot qurishga harakat qilishadi. Bu yerda endi talablar balandroq bo'ladi, lekin harakat qilsa, menimcha hamma yoqqa erishsa bo'ladi. Buyuk Britaniyada student o'qishda yana bitta yaxshi taraflari bor ekan. Agar sizga ma'qul bo'lsa, kerakli vaqtda ota-onangizni endi biz hammamiz bu yerda musofirda yuramiz, o'zimiz yaqinlarimizni sog'inishimiz mumkin. Qolgan vaqtingizda ota-onangizni bu yerga chaqirsangiz bo'lar ekan, turistik vizada. Va yaqinda taxminan 3 hafta oldin dadam Londonga kelgan. Hozir ayni damda
bitta uyda arendada turibmiz.